Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universitetida magistratura dasturlarining ilk bitiruvchilariga diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Magistrlik diplomlarini egalariga topshirish universitet jamoasi uchun yangi bosqichni anglatadi. Mazkur voqea universitet tomonidan joriy etilgan zamonaviy amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim modelining yuqori natija berganini tasdiqlaydi. Suhbatdoshimiz vaqt eng oliy ne'mat ekanligini ta'kidlar ekan, ish bilan birga o'z ilmiy faoliyatini davom ettirishni maqsad qilgani bois, xususiy universitetda u tanlagan yo'nalish o'qish muddati 1 yilni tashkil etgani uchun magistrlik bosqichini o'qishni lozim topganini ta'kidladi. Oldin bir paytlar qaysidir sohani egallash uchun 10 yillar vaqt kerak bo'lsa, hozir uni innovatsion uslublarda qisqartirilgan holda egallash mumkin. Masalan, bu universitetda ham loyiha boshqaruvida biz 1 yil davomida ta'lim oldik, lekin uni hamma zamonaviy xalqaro darajadagi hamma standartlarini o'zlashtirdik biz. Buning uchun yetarli universitet shart-sharoitlar yaratilgan. Biz bu ta'lim dargohida o'qiganimizdan xursandmiz. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universitetida loyiha boshqaruvi, biznesni boshqarish, bank ishi va inson resurslarini boshqarish mutaxassisliklari bo'yicha magistrlar tayyorlab kelinmoqda va bugun suhbatdoshimiz singari bitiruvchilar uchun hayajonli kun. Magistrlik diplomiga ega bo'lish, e'tirof etilish har bir inson hayotida erishishni orzu qilgan maqsadlardan biri hisoblanadi. Bugun poytaxtimizdagi raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universitetida ana shu maqsadni qo'ygan magistrlar uchun alohida quvonch uyg'un. Boisi ayni daqiqalarda universitet tarixidagi ilk bitiruvchilar qo'llariga ana shunday diplomlarni olib, hayotlaridagi yana bir muvaffaqiyatli dovonni bosib o'tish arafasida turishibdi. Siz bilan ta'riflashga til ojiz, lekin shuni bilamiz. Bu universitet uchun biz birinchi qadr oshimiz, birinchi bitiruvchilarimiz. Tarixda qolamiz. Faxr iftixor. Iloji bo'lsa bu yoqda ham yana ilmiy ishlarni davom etishni niyat etamiz. Juda katta hayajon bor hozir. Bu ancha yildan buyon orzuyim edi. Xudoga shukr, bugun shu orzuyimga erishdim. O'qishlarimizni davom ettirish niyatimiz bor. E'tiborlisi, magistratura bitiruvchilari o'qish davomida nazariy bilimlarni amaliy loyihalar, real biznes keyslar va raqamli texnologiyalar yordamida mustahkamlab, strategik fikrlash, loyiha boshqaruvi, ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt va raqamli moliya yo'nalishlarida bilimlarni to'liq egalladilar. Bizni ushbu bitiruvchilarimiz to bizga magistraturaga kelgunga qadar ham O'zbekiston Respublikasining turli xil korxonalarda, tashkilotlarda, davlat tashkilotlarida, tijorat banklarida, real sektor korxonalarida o'z faoliyatlarini amalga oshirib, muhim bir ish joylariga ega bo'lgan talabalar hisoblanardi va eng yaxshi tomoni universitetimizning shiori biz yorqin kelajakka yo'llanma beramiz deb nomlanadi va aynan magistratura mutaxassisliklarini, diplomlarini qo'lga kiritgandan keyin ushbu talabalarni ish joylarida yangi o'sishlar, yangi imkoniyatlar, yangi networking imkoniyatlari albatta kengayib borishi bu tabiiy holat. Nigora Elmurodova, Bobur Yo'ldoshev, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.